bugun Otabek Jo'rayevichning komandalaridan intervyu olamiz. Qani ketdik. Otabek Jo'rayevich eng yomon ko'rgan narsalari. Gap qaytarish. Так, сначала я буду говорить deydi. Какая это собака? Eng yomon ko'rgan narsalari gap qaytarish. Ko'p gapirgani yoqtirmaydilar. Biron ishni vaqtida bo'lmagani. Vaqtida bo'lmasa tamom. Xudo urdi o'sha kun. Otabek Jo'rayevichning eng yoqtirgan xususiyatlari qaysi? Oilaviy sharoitimizni tushungan holda har qanday qiyinchilik paytida bizga sharoit yaratib beradi. Qanaqa xato qilsa ham gaplarini chiqarsa ham xotirjamlik bilan bizga tushuntirishga harakat qiladi. Insoniy samimiyliklari. Punktualnost. Ular komandani qanday boshqaradilar? Gaplariga kirmasa qattiq boshqaradilar. Yo'q. So'ramang. Это моя вина. И моя. Теперь поздно переживать. Komandalarni juda a'lo. Bilmaganimizni o'rgatadi, operatsiya paytida nimadir xatolik qilsa, unaqa emas, bunaqa to'g'rilashga harakat qiladi, tushuntiradi. Поразительно. Otabek Jo'rayevich sizga eng ko'p beradigan tanbehlari qaysi? Haqida gapirmadim. Sizga beradigan eng ko'p tanbehlari qaysi? Ilmiy ishingni qachon yozasan deb ko'p tanbeh beradi. Kech bo'ldi. Ko'p yolg'on gapirasan deydi, lekin na samом деле men yolg'on gapirmayman. Почему так не сделал? Bahrom, ты где? deb mashaqa qilishadi. Ularni sizga bergan eng ko'p tanbehlari qaysi? Nimadirga chalg'ib qolsam, "Dono" deb baqirishlar. Не будьте такими злыми. Boshqa tanbeh berib, unaqa urishib, ministrlardan xafa qilmaylar.